Bog'langan qo'shma gaplar, grammatika mavzusi. Demak, bog'langan qo'shma gap masalasiga kirishdan avval bir narsani aytib o'taman. Qo'shma gap qismlarini birini ikkinchisidan farqlovchi vositalar bular bog'lovchi vositalar hisoblanadi. Demak, siz agar bog'lovchi vositalarni o'sha biriktiruv bog'lovchilari, ergashtiruv bog'lovchilari, yuklamalar, turli xil vositalar, bog'lovchi vazifasida keladigan vositalarni batafsil o'rgangan bo'lsangiz, aynan mana shu qo'shma gap turlarida ajoyib umuman xato qilmaysiz. Biriktiruv bog'lovchisi avvalambor ko'ramiz. Demak, teng bog'lovchilarning 4 ta turi. Shulardan birinchisi biriktiruv bog'lovchisi bog'langan qo'shma gap qismini bog'laydi. Bog'langan qo'shma gapda qolib mana ko'ring, ikkita 4 burchak shaklda bir-biriga teng bog'langan, hech biri hech qaysiga tobelangan emas. Strelka ikki tomonga qarab kelgan. Demak, mana bu birinchi qism. Demak, birinchi qism, ya'ni bog'langan qo'shma gapning birinchi qismi. Mana bu esa ikkinchi qism. Demak, bog'langan qo'shma gapning birinchi qismi ikkinchi qismiga, demak, teng munosabatda bog'lanib turibdi. Bu tenglik munosabatini nimalar yuzaga chiqargan desangiz, mana va hamda aynan sof bog'lovchilari, bundan tashqari u, yu da vazifadosh bog'lovchilar. Ustozlar, demak, eslatib qolamiz, u, yu da vazifadosh bog'lovchilar ekan. Endi aynan mana shu va hamda u, yu da bog'lovchilari bog'langan qo'shma gap qismlarini bog'lash bilan birga ikkita mazmunli munosabat yuzaga chiqaradi. Birinchisi, demak, keyinchalik buni aytib o'tamiz. Payt. Ikkinchisi sabab. Payt yoki sabab natija munosabatini ifodalab keladi. Demak, ikkita teng qism payt sabab natija munosabatda. Bu nima deydi buni? Qolip, bog'langan qo'shma gapning birinchi qolipi. Biriktiruv bog'lovchilar vositasida bog'langan qolip. Ikkinchi qolipga o'tamiz. Zidlov bog'lovchilari. Zidlov aynan mana bu narsaga ham qaraylik-da. Biriktiruv bog'lovchilari ham degan bog'lovchi bor, bilasizlar, yoki bilan degan bog'lovchi bor. Aynan o'sha van o'rnida erkin almashadigan, teng munosabatda keladigan bilan bog'lovchisi bor. Afsuski, bu aynan o'sha bilan bog'lovchilari, deylik, teng munosabatdagi ikki so'zni bog'lash mumkin, olma bilan anor degan ma'noda. Lekin qo'shma gap qismlarini bog'lamaydi. Teng bog'lovchida aynan biriktiruv turida va hamda uyuda, mana shu uchalasini olasiz. Uyudani ham albatta ana u va yoki hamdaga almashtirib ko'rgan holatdagina bog'lovchi degan xulosaga kelasiz. Va mana bu qismda alohida bitta gapning grammatik asosi, ya'ni o'sha egava kesim, umumiy bitta sodda gap. Mana bu qismda ikkinchi bir sodda gap keladi va yana bir qiziq tomoniga qarang. Va hamda bog'lagan paytda na oldidan, na keyinidan vergul kelmaydi. Mana bu nimani beradi sizga? Bu hattoki esseyda yozayotgan paytingizda ham vergul qo'yib qo'ymasligingiz kerak degan masala. Uyuda bog'lab kelganda esa mana vaning o'rnida uyudadan keyin vergul keladi. Eslab qo'ying. Va uyuda o'zi bog'lanayotgan so'zga qanday qo'shiladi? Chiziqcha bilan qo'shib yoziladi. Mana ikkita narsani ko'rib o'tdik bu yerda. Tinish belgiga ham e'tiborli bo'lasiz, punktuatsiyaga ham. Juda ham og'ir hislar uchun bu. Zidlov bog'lovchilari, hammangizga tanish bo'lgan zidlov bog'lovchilaridan qarang, balki yo'q bu yerda. Balki qo'shma gap qismlarini bog'lashda kam ishtirok etadi yoki ishtirok etmaydi. Ammo lekin biroq va balkini ham ishtirok etamiz. Ya'ni balki zidlov bog'lovchisini vazifadosh shaklda keladi. Demak, o'sha zidlov bog'lovchilaridan oldin vergul ishlatilyapti, e'tiborli bo'lasiz. Demak, zidlov bog'lovchilarida mana, demak, vergul qayerda kelyapti? Ulardan oldin kelyapti mana. Uyuda chiziqcha bilan qo'shib yoziladi va uyudadan keyin vergul kelyapti. Mana bu narsaga ham e'tibor berasiz. Zidlov bog'lovchilari ham ikkita teng munosabatli ikkita sodda gap. Mana bu birinchi qism. Zidlov bog'lovchilari ikkinchi qismning qayerda kelyapti? Boshida kelyapti. Va hamda uyudalar esa ikkala qismning o'rtasida kelgan edi. Zidlov bog'lovchilari ikkinchi qismning boshida. Vergul bu yerda chegara. Yana demak, boya yuqorida ta'kidlagandek, punktuatsiya masalasida o'sha zidlov bog'lovchilarni oldin vergul qo'yish kerakligini mana shu qolip orqali anglab qo'yasiz. Demak, u qo'shma gapni bog'laydimi yo sodda gapdagi biron bir o'sha uyush qismlarni bog'lab keladimi, baribir vergul qo'yib ketishingiz shart. Ayruv bog'lovchilari. Xo'p, bunda ham mana birinchi qism, demak, bog'langan qo'shma gapning birinchi qismi. Mana bu tomoni esa bog'langan qo'shma gapning ikkinchi qismi. Bog'langan qo'shma gapning birinchi, ikkinchi qismlari bir-biri bilan, demak, yo, yoki, yo, yoxud, goh, dam, bir, xoh, ba'zan singari ayruv bog'lovchilari bilan bog'lanadi. Aynan o'sha ayruv bog'lovchilardan, demak, qarang, yo, yoki, yoxud bular yakka holda kelyapti. Yo, goh, dam qolgan barchasi takroriy holatda kelyapti. Takroriy holatda, yakka holatda kelayotganlarining na oldida na keyinda vergul yo'q. Takroriy holatda kelayotgan ayruv bog'lovchilarining ikkinchisidan oldin mana bu yerda qarang, mana.
ikkinchisidan oldin virgul kelyapti. E'tibor berasiz mana buni. Mana shu yerga. Xo'p, mana goh dam hammasida takroriy kelayotgan ikkinchi bog'lovchidan oldin virgulni ishlatilgan. Bu ham o'sha essayda bo'ladimi yoki boshqa grammatik savollardan mana shunaqa tinish belgisi muhim hisoblanadi siz uchun. Inkor bog'lovchilari. Na inkor bog'lovchisi, demak, bog'langan qo'shma gap qismlarini xo'p bog'lab keladi va aynan na inkor bog'lovchisi, demak, qo'shma gapda birinchi qism, mana bu demak, ikkinchi qism bo'lsa, mana bu to'rtburchak ikkala qismda keladi. Ya'ni mana bu virgulga e'tibor berasizlar. Bu virgul birinchi va ikkinchi qismning chegarasi hisoblanadi. Virgulgacha bo'lgan qism qo'shma gapning birinchi qismi, virguldan keyingi qism qo'shma gapning ikkinchi qismi. Aynan mana shu na bog'lab kelgan paytda kesim tasdiq shaklda bo'ladi. E'tibor bering. Mana bu kesim tasdiq shaklda, ya'ni plus qo'yib qo'yaylik, tushunasizlar. Kesim tasdiq shaklda bo'lishi kerak va u bog'langan qo'shma gapni yuzaga chiqaruvchi vosita hisoblanadi. Aynan o'z-o'zidan inkor bog'lovchilari bog'lab kelganda kesim tasdiq munosabatda bo'ladi, lekin gapdagi umumiy mazmuniy munosabat inkor munosabatida kelgan hisoblanadi. Ayru bog'lovchilarda qanday mazmuniy munosabat chiqadi? Ayru bog'lovchilarda xo'p, ikki ish harakatdan birining yuzaga chiqishi yoki galma-gallik mazmuniy munosabati yuzaga chiqadi. Ya'ni buni hozir gaplar misolida ko'rib o'tamiz. Mana bu yuqorida aytganimiz biriktiruv bog'lovchisida payt yoki sabab natija munosabati dedik. Zidlov bog'lovchilar o'z-o'zidan zidlik ketma-ketlik munosabatida. Ayru bog'lovchilar ikki ish harakatdan birining yuzaga chiqishi yoki galma-gallik munosabatida. E'tibor bering, galma-gallik deyapmiz, ketma-ketlik emas. Inkor bog'lovchilar inkor munosabatida va eng qizig'i bo'lsa esa so'zlari bog'laganda qanday munosabat yuzaga chiqadi desak, bo'lsa esa ham demak zidlik yoki qiyoslash. Zidlik yoki qiyoslash mazmuniy munosabati yuzaga chiqadi. Endi bo'lsa esa so'zlarni gapdagi o'rniga nihoyatda ehtiyot bo'lasiz. Demak, mana bu qism birinchi qism, qadrli kuzatuvchilar. Birinchi qism, qarang, yaxshilab qarab turing. Bu qism ikkinchi qism. Qo'shma gapning birinchi qismi, mana bu tomon qo'shma gapning ikkinchi qismi. Ya'ni ularning chegarasi mana bu virgullar bilan chegaralangan, ya'ni ajratilgan. Demak, bo'lsa esa so'zlar bog'laganda birinchi qism biz uchun ahamiyatli emas. Birinchi qism virgul bilan ajratiladi. Ikkinchi qismda virguldan keyin albatta qiyos bo'lak keladi. Qiyos bo'lak qayerga qiyoslanadi desalar, qiyos bo'lak birinchi qismdagi qaysidir bir so'zga qiyoslanadi. U so'z demak mana bu yerda nuqtada bo'lib turadi, ya'ni mana shu nuqtada bo'ladi. Taxminan. O'sha qiyos bo'lakdan keyin esa so'zi keladi. Yoki mana shu qiyos bo'lakdan keyin bo'lsa so'zi keladi. Demak, eng qizig'i bo'lsa yoki esa so'zni na oldida, na keyinda tinish belgi hech narsa qo'ymaymiz. Xo'p, demak, bo'lsa esa so'zlar bog'laganda zidlik yoki qiyoslash mazmuniy munosabati yuzaga chiqadi. Birinchi va ikkinchi qism o'rtasida virgul keladi. Ikkinchi qismning boshida qiyosiy bo'lak keladi. Qiyosiy bo'lakdan keyin esa yoki bo'lsa so'zi, demak, qo'shma gap qismlarini bog'lovchi vosita sifatida qaraladi. Qo'shma gap tasniflariga bir to'xtalib o'tamiz. Siz bilan yuqorida biz faqat qoliplarni ko'rib o'tdik. Qismlarining qanday bog'lovchi vositalar yordamida bog'lanishiga ko'ra qo'shma gaplar demak mana 3 guruhga bo'linadi. Asosiy 3 guruhga bo'linadi. Birinchisi bog'langan qo'shma gaplar, ikkinchisi ergashgan qo'shma gaplar va uchinchisi bog'lovchisiz qo'shma gaplar hisoblanadi. Biz sizlar bilan bugun bog'langan qo'shma gaplar haqida to'liq gaplashib o'tamiz. Endi yuqorida qolipni esdan chiqarmaymiz. Xuddiki ekraningizda skrinshot qilib, nimadirlar qilib qo'ygan bo'lsangiz kerak. Bog'langan qo'shma gaplar qismlari 3 ta vosita orqali bog'lanadi. Birinchisi mana bu teng bog'lovchilar, ikkinchisi bo'lsa esa so'zlar, uchinchisi u-yuda yuklamalar. Kommentariyga bitta o'tasizlar. U-yuda yuklamalari bog'langan qo'shma gap qismlarini bog'laganda qaysi bog'lovchi vositalar o'rinda keladi? Ketdi kommentariyaga. Gaplarda tahlil qiling debdi. Gaplarda albatta tahlil qilamiz. Mana navbat bilan kelyapmiz. Qolipni berib oldik-da birinchi sizlarga. Xo'p. Misol keltiramiz hammasini. Misol keltiring bog'lovchilarga. Misol keltiramiz hammasiga misollar beramiz. Gaplarda misollar beramiz. Xo'p, qani kommentariyada u-yuda yuklamalari qaysi bog'lovchilar o'rnida keladi? E'tibor beramiz. Xo'p, kommentlar ochiqmi? Biriktiruv bog'lovchilar o'rnida keladi. Mana aytib o'taman.
qolganlar yana faollashamiz. Va yoki biriktiruvdan tashqari yana qaysi zidlov bog'lovchilar o'rniga keladi. Biriktiruvda o'rniga kelganda va bilan almashtirib ko'ramiz. Zidlov bilan almashish kerak bo'lsa, ammo bilan almashtirib ko'ramiz. Demak, bog'langan qo'shma gap qismlarini bog'lovchi vositalar 3 ta ekan. Shundaymi? Teng bog'lovchilar, bo'lsa esa so'zlar, uyda yuklamalar. Mana bu yerda boya ko'rdik, teng bog'lovchilarning o'zi yana 4 ga bo'lindi. Biriktiruv, zidlov, ayiruv, inkor bog'lovchilariga. Xo'p, endi bularda gaplarda misollar bilan ko'rib o'tamiz. Eslab ko'ring, biriktiruv bog'lovchilari ketdik. Biriktiruv bog'lovchisi qo'shma gapning payt yoki sabab natija deyapti, e'tibor bering. Xo'p, biriktiruv bog'lovchisi qo'shma gapning payt yoki sabab natija munosabatlarida bo'lgan qismni bog'lab keladi. Mana bu narsaga e'tibor bering. Endi hech bir narsa hayotda mutlaq emas. Ya'ni payt mazmuniy munosabati bor joyda qaysidir ma'noda sabab ham bor. Ya'ni 51 ga 49 bo'lib qolishi mumkin. O'shanda qaysi biri sal ustunlik qiladigan bo'lsa, o'sha munosabat olib ketasiz. Payt yoki sabab natija munosabati ustunlik qiladi. Xo'p, demak payt bor joyda sabab ham bor, sabab bor joyda payt ham bo'lishi mumkin. Lekin qaysi biri biroz ustunlik qilsa, hozir nuqta muhim joylarni aytaman, o'sha so'zlarni almashtirib bo'lsa, o'sha qismda munosabatni ta'kidlab o'tasiz. Demak, qarang, qismlar o'rtasida sabab natija munosabatli ifodalangan qo'shma gaplarda ikkinchi qism oldidan natijada so'zni qo'yish mumkin bo'ladi, deyapti, qarang. Demak, qarang, sabab natija munosabatni ifodalash uchun yoki aniqlash uchun o'sha biriktiruv bog'lovchilari va hamda uyudan o'rniga natijada so'zni qo'yib ko'ramiz. Masalan, qarang. O'zi avval tekshiraylik, qo'shma gapmi yo'qmi? So'zlar kesim. Kechirasizlar, mana bu ekranga yozish nihoyatda qiyin. Buni to'g'ri tushunasizlar. Anor ega. Bu bitta sodda gap. Ya'ni bu bitta 4 burchak desak ham bo'ladi, boyagidek. Mana bu tomoni ikkinchi 4 burchak. Va mana bu yerda bog'lovchi vosita vazifasini bajarib turibdi. Zaynab qalbi tol bargidek dir-dir qaltirar. Qaltirar kesim bu qismda, mana qaltirar kesim. Xullas, qalbi ega. Mana bu egada, xullas. Ekran mana shunaqa qiyin. Silliq nihoyatda. Xo'p, anor so'zlar bitta sodda gap va Zaynab qalbi tol bargidek dir-dir qaltirar. Bu ikkinchi sodda gap. Mana bu ikkita sodda gapni bir-biriga bog'lovchi vosita va bog'lovchisi ekan. Ya'ni anor so'zlar shu paytda Zaynab qalbi tol bargidek dir-dir qaltirar desak ham bo'ladi, paytni qo'yish ham mumkin, qarab turing. Anor so'zlar natijada Zaynab qalbi tol bargidek dir-dir qaltirar. Ya'ni anor Zaynabning biron bir muammosini biladi-da. Demak, natija munosabat nisbatan ustun. Ya'ni anor har doim so'zlagan paytda Zaynabning qalbi titravradimi? Yo'q, faqat bugun titrayapti. Ya'ni nima sababdandir titrayapti. Ya'ni anor so'zlashi natijasida Zaynabning qalbi titrayapti. Demak, bu yerda sabab natija munosabati bor. Mana bu yerda almashtirib ko'rganmiz. Anor so'zlar va natijada Zaynab qalbi tol bargidek dir-dir titrar. Mana shu birinchi biriktiruv bog'lovchisining muhim nuqtasiga to'xtaldik. Demak, bog'lovchi vositani yuqoridagi qolipda ko'rib olasiz videoni boshida va undan tashqari payt yoki sabab natijani aniqlash uchun men hozir sizga natijada so'zni qo'yib ko'rib yechim qilib berdim bunga. Ikkinchi etapga o'tamiz. Endi ikkinchisi qarang. Xuddi shunday biriktiruv bog'lovchilari payt munosabatida bog'langan qo'shma gaplarni yuzaga chiqarayotganini bilish uchun shu paytda o'sha zahoti degan so'zni qo'yib ko'rasizda. Mana ro'paradagi g'orning bag'ridan qora tutun ko'tarildi. Ko'tarildi desa nima? Tutun egasi. Bitta sodda gap. Mana bu yerda ikkalasini bir-biriga bog'lab turgan narsa va bog'lovchisi bo'ladi. Va u yerdan yo'tal tovushi eshitildi. Eshitildi kesim nima? Yo'tal tovushi ega. Ikkita sodda gap alohida va bog'lab turibdi. Qarang, g'orning bag'ridan qora tutun ko'tarilishi natijasida nima yo'tal tovushi eshitiladimi? Nima, g'ordan tutun chiqmasa hech kim yo'talmasmi bu yerdan? Demak, g'ordan bug' tutun chiqib turibdi, o'sha xil tutun chiqib turibdi. O'sha paytda kimdir ham yo'talyapti. Demak, ro'paradagi g'orning bag'ridan qora tutun ko'tarildi. Shu payt, mana shu payt so'zni qo'yib ko'ryapmiz. Qarang. Yo'tal tovush eshitildi. Va'ni o'rniga shu payt so'zni qo'yib ko'rsak, bu yerda bog'langan qo'shma gaplar payt munosabatida bir-biriga o'zaro bog'langan deyiladi. Yaxshi. Esda saqlab qoladigan joyi bor ekan, mana e'tibor bering. Ba'zan uyuda yuklamalar mana. Ba'zan uyuda yuklamalari ham biriktiruv bog'lovchilari bajargan vazifalarni bajaradi.
Ya'ni biriktiruv bog'lovchilari bilan erkin almashinib ularning o'rnida kelishi mumkin. Masalan, Sarbon shundoq dedi. Dedi kesim, kim? Sarboniga va quchog'ini ochib Abu Bakr tomon kela boshladi. Bu yerda bog'lovchi vosita, bu yerda mana va. Ikkinchi gap xuddi shu gapni o'rniga almashgan bog'lovchi vosita boshqa qarang. Sarbon shundoq dedi-da. Endi bu yerda da bog'lab turibdi mana. Quchog'ini ochib Abu Bakr tomon kela boshladi. Endi daning oldida chiziqcha, dadan keyin virgul bor. Bu yuqoridagi qolipda aytib o'tilgan edi, eslab qo'ying. Demak, va bilan da erkin almashadi. Sarbon shundoq dedi va o'sha paytda quchog'ini ochib Abu Bakr tomon kela boshladi. Ya'ni bu munosabat nima ekan? Shu paytda ko'proq payt munosabati yuzaga chiqyapti. Payt munosabati. Demak, yuqorida ham aytdim. Payt munosabati mavjud bo'lgan gaplarda sabab natija ham bo'lishi mumkin. Sabab natija munosabati bo'lgan joylarda payt ham bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zbek tilida mutlaq degan tushunchani biz ayta olmaymiz. Asosan degan mazmunda gapiramiz va testlarimiz ham o'shaning uchun deylik qaysidir biri 100% to'g'ri deya olmaymiz. Qaysidir biri 90% to'g'ri javob bo'ladi, qaysidir biri 80%, qaysidir biri 70%, qaysidir biri 50%. Ya'ni to'g'rilik koeffitsiyenti eng yuqori bo'lgan javob testini biz to'g'ri javobga olib o'rganamiz. Milliy sertifikatda ayniqsa bu matnlar ko'nikmasida ham nihoyatda muhim. Mana shunaqa masalalarda tarozisiga qaraysiz. Xullas. Zidlov bog'lovchilarga o'tamiz, qadrli kuzatuvchilar. Xo'p, o'zingiz zerikib qolmayapsizlarmi? Zidlov bog'lovchilari kommentariyani yondirib turinglar. Zidlov bog'lovchilari yordamida bog'langan qo'shma gaplar. Qolipi esingizda, demak ikkita teng to'rtburchak, ammo lekin biroq balki uyuda. Ammo biroq balkidan oldin virgul, uyudadan keyin virgul. Xo'p, zidlov bog'lovchilari bog'langan qo'shma gap qismlarini bog'lash bilan birga ular o'rtasida mana bu o'z nomi bilan zidlik munosabati mavjudligini ifodalaydi. Zidlov bog'lovchilari qo'shma gapning ikkinchi qismi boshida. Qarang. Mana bu nuqtani ko'pchilik inobatga olmaymiz. Ikkinchi qismi boshida keladi, deyapti. Ikkinchi qismi boshida va qo'shma gap qismlari mana bu yerda qarang, virgul bilan ajratiladi. Masalan, mana quyida osongina bir misol yozganmiz. Kechasi yana qor yog'gan. Demak, har doim qo'shma gapni aniqlayotgan paytingizda ega kesim esingizdan chiqmasin. Yog'gan kesim. Chizma shu kesimda xullas. Nima? Qor ega. Ana shu ega. Endi kechasi yana bular hol. Xo'p, biroq havo unchalik sovuq emas edi. Sovuq emas edi kesim. Sovuq emas edi, xullas kesim. Nima? Havo egasi gapning. Havo ega. Unchalik hol berdi mana. Demak, qo'shma gaplar o'sha siz olayotgan gap sodda gapmi, qo'shma gap? Buni topish uchun gapda ikkita sodda gap mavjudmi siz olayotgan matnda va ikkita grammatik asos, ya'ni alohida ega, alohida kesimlari bormi? Shu masalaga nihoyatda qattiq qarang. Va endi bu yerda qarang, biroq bog'lab turibdi. Biroqni bog'layotganini mana bu yerda ko'rib turibmiz, virgul bilan birga olib ketamiz. Biroq kelib turibdi. Qarang. Oldidan virgul kelyapti. Kechasi qor yog'gan, lekin havo unchalik sovuq emas. Qor yog'sa sovuq bo'lish kerak-ku, lekin sovuq emas. Bir-biriga protiv, ya'ni qarama-qarshi mazmun bor. Shuning uchun zidlik munosabati yuzaga chiqyapti bu qismda. Esda saqlab qolamiz. Xuddi o'sha biroqning o'rnida mana bu yerda qarang. Mana bu biroqning o'rnida ammo, lekin, biroq, balkilarni bemalol ishlatishingiz mumkin. Kechasi yana qor yog'gan, ammo havo unchalik sovuq emas va hokazo. Zidlov bog'lovchilari. Demak, qo'shma gapni o'sha zidlov bog'lovchilari o'rnida uyuda yuklamalari bog'langan qo'shma gap qismlarini bog'lash bilan birga ular o'rtasida zidlik, mana ketma-ketlik ham bo'lishi mumkin ekan. Munosabatlar mavjudligini bildiradi. Demak, o'zi asosan zidlik, faqat bu yerda ketma-ketlik munosabati ham bor. Ya'ni birinchi hodisa amalga oshgandan keyin ikkinchi hodisa amalga oshadi, ikkovi zidlanib ketma-ket keladi demoqchida. Uyudalar kelishi mumkin, uyudadan keyin virgul keladi. Masalan, quyosh chiqdi, lekin kun isimadi. Chiqdi kesim, quyosh ega. Isimadi kesim, kun ega. Bu yerda asosiy bog'lovchi vosita lekin. Lekin oltida virgulga kelyapti. Quyosh chiqqan, lekin kun isimagan. Ikkovi bir-biriga zid ma'noda. Endi buni qiyoslang. O'rniga uyuni qo'yib ko'ramiz. Quyosh chiqdi. Chiqdi kesim, quyosh ega. Yu bu yerda aynan lekinda o'rniga kelyapti. Ikkovini almashtirib ko'rishingiz mumkin. Quyosh chiqdi-yu, kun isimadi. Quyosh chiqdi, lekin kun isimadi. Mazmuniy munosabat zidlik ketma-ketlik ohangida ketyapti. Xo'p, davom etamiz. Ayru bog'lovchilar. Demak, kommentariyaga qani bitta yozaylik qani ayru bog'lovchilardan
qanday mazmuniy munosabat yuzaga chiqardi? Mana ekraningizda ham turibdi ekan o'zi. Ayro bog'lovchilar qo'shma gap qismlaridagi voqea hodisalarning galma-gal ro'y berishi, mana e'tibor berasiz azizlar. Galma-gal ro'y berishi yoki ulardan faqat bittasining. Endi to'xtang. Ayro bog'lovchilarda qaysi o'sha yoki yo dam goh bir ba'zan xoh o'shanaqa ayro bog'lovchilarimiz bor. Kommentariyaga o'tamiz. Savol bering deganlar, Muxlis opa va hokazo hammalaringiz. Ayro bog'lovchilarning qaysilari galma-gallik munosabatida qo'shma gaplarni bog'laydi, qaysilari ikki harakatdan birining yuzaga chiqishini ifodalab keladi. Qani, kutaman. Aynan ikkalasi ham birdan yuzaga chiqmaydi-ku, to'g'rimi? Qachondir qaysidir paytda. Ayro bog'lovchilari qachon qaysilari galma-gallik munosabatida, qaysilari ikki harakatdan birining yuzaga chiqishi munosabatidagi qo'shma gaplarni bog'lab keladi. Goh yomg'ir yog'adi. Demak, bu yerda yog'adi kesim, qarang. Yog'adi kesim. Nima? Yomg'ir ega. Goh so'zi hech qanday alohida sintaktik birligi emas. Goh quyosh chiqadi. Chiqadi kesim. Nima? Quyosh ega. Goh bu yerda bog'lovchi vosita, ya'ni mana bu goh bilan, qarang. Mana bu goh bilan, mana bu goh bir-biriga bog'lovchi vosita bo'lib turibdi. Endi ikkinchi takroran qo'llanayotgan goh, ya'ni ayro bog'lovchisidan oldin mana virgul ham kelyapti. Eslab qo'ying. Essaylarda nihoyatda muhim. Demak, eslab qolamiz. Goh dam bir ba'zan xoh. Turli xil tovushlar bilan boshlanyapti. Goh dam bir ba'zan xoh. Aynan mana shu bog'lovchilar bog'lab kelganda qo'shma gaplarda asosan galma-gallik munosabati yuzaga chiqadi. Yo siz keling, yo men boray. Ya'ni keling kesim, boray kesim. Xullas, men ega, siz bu yerda ham ega. Endi bu yerda birinchi bog'lovchi vosita yo, ikkinchisi ham mana bu yerda yo. Ikkinchisidan oldin nima kelyapti? Virgul kelyapti, eslab qo'ying. Ikki harakatdan biri. Demak, qiziq joyi ayro bog'lovchilardan y tovushi bilan boshlanadigan bog'lovchilar bor. 4 ta. Yo, yoki, yoxud. Mana shu bog'lovchi vositalar bog'lagan paytda ikki harakatdan biri yo siz keling, yo men boray. Ikki harakatdan bittasi yuzaga chiqish kerak. Yo u kelish kerak, yo bu borish kerak. Goh dam ba'zan bir xoh. Mana bu bog'lovchi vositalar bog'lagan paytda galma-gallik. Goh yomg'ir yog'di, goh quyosh chiqdi, ya'ni galma-gal bo'ldi. Goh dars o'tdim, goh kommentariyaga qaradim desa galma-gal. Gal buni qildim, gal buni qildim. Keyingi qismga o'tamiz. Ekranga bitta yaxshilab qaraysizlar. Mana o'sha yuqorida aytgan narsani bir kishi aytdi bu yerda. Qayta ayting deyildi kommentariyadan birinchisida. Abdulla Abdunazarov qayta ayting deyapti. E'tibor bering Abdulla aka. Goh dam ba'zan bir bog'lovchilar galma-gal. Mana e'tibor bering. Galma-gal yuz bergan voqea hodisalarni ifodalab kelsa, yoxud yoki bog'lovchilar ikki harakatdan birining yuzaga chiqishini ifodalab keladi. Ikki harakatdan birining yuzaga chiqish munosabatini ifodalaydi. Mana bu oddiy yechim. Mana shuni bitta skrinshot qilsa bo'ladi. Shuhrat aka, skrinshot qilish mumkinmi hozir ekranimizni? Jonli efir paytda yo'q, qatnashchilarimiz. Yaxshi. Mana shu qoidani bemalol skrinshot qiling. O'sha ajoyib video darsligimiz agar mabodo sizning oldingizga qayta chiqmagan taqdirda ham sizga yaxshi bir yechim bo'ladi. Va onlayn kursimizga, offlayn kursimizga qatnashayotganlarga aynan mana shu ma'lumotlar jamlangan yuqorida aytib o'tgan hozirgi o'zbek tili kitobimni bemalol qog'oz variantda olib o'qish imkoniyati bor. Ketdi, qarang. Mashinaning nuqsoni bo'lsa tuzatiladi. Tuzatiladi bitta sodda gap qismida kelyapti. Mana bu kesim. Yo yana yaxshiroq yasaladi. Yasaladi kesim. Tuzatiladi kesim. Nima tuzatiladi? U, ya'ni gapning egasida bu u. Lekin ega ifodalanmagan. O'sha eganing ifodalanishiga ko'ra egasi ma'lum gap bo'larmidi? Shunaqami? Yaxshi. Yana yaxshiroq yasaladi. Yasaladi kesim. Nima yasaladi? Yaxshirog'i ega. Mana shu ega. Endi bu yerda mashinaning nuqsoni bo'lsa, bu sa shart mayli bu ergashgan qo'shma gapga o'tib ketadi. Bugungi mavzumizga taalluqli emas, bunga qaramaymiz. Tuzatiladi gapning kesimi, u ega. Yo yana yaxshiroq yasaladi. Bu ikkinchi sodda gap. Mana bu ikkita sodda gapni bir-biriga mana shu bog'lovchi vositasi bog'lab turibdi. Yo yakka holda kelyapti. Demak, mashina u tuzatiladi, yo yangisi yasaladi. Demak, ikki harakatdan ikkovidan biri qilinadi. Tuzatilsa yangisi yasalmaydi, yangisi yasalsa nargisi tuzatilmaydi. Tushunarli bo'ldimi?
Demak, yaxshi. Ikki ish harakatdan faqat birining yuzaga chiqish munosabatida kelyapti. Qavsida mazmuniy munosabat yozib qo'yibmiz. Aynan qo'shma gaplarni o'rganayotgan vaqtingizda shunchaki bog'lovchi vositalar yoki kesim emas, ular qanday mazmuniy munosabatda bog'layotganini bilsangiz, milliy sertifikat savollarida yopiq savollarning A emas B shakldagi qismiga mazmuniy munosabat yozib keting degan masala bo'ladi-ku. O'sha yerda ajoyib to'ppa-to'g'ri javobga erishasiz. Davom etamiz. Goh osmonni tutib ashula yangraydi. Yangraydi kesim. Qarang. Yangraydi. Ha, mana. Goh osmonni tutib ashula yangraydi. Yangraydi kesim. Mana xullas kesim o'sha. Nima yangraydi? Ashula gapning egasi bu birinchi qismda. Ikkinchi qism. Goh allaqayerdan garmon tovushi eshitiladi. Eshitiladi kesim. Nima eshitiladi? Garmon tovushi. Tovushi ega. Ana shunaqa. Xo'p, bu yerda bog'lovchi vositalar mana birinchi qismda mana bu goh so'zi bog'lovchi vosita bo'lib turibdi. Ikkinchi qismda mana goh so'zi bog'lovchi vosita bo'lib turibdi. Ikkita sodda gap bir-biriga o'tib ketmasligi uchun chegarachi bo'lib o'rtada nima turibdi? Vergul turibdi. Endi qarang. Osmonga ashula ovozi, ashula yangragan paytda allaqayerdan garmon tovushi eshitilyapti. Galma-gal. Ya'ni bir qarasang osmondan ashula eshitilib kelyapti, bir qarasang allaqayerdan garmon tovushi kelyapti. Navbat-navbat bo'lyapti. Galma-gallik munosabatida ifodalangan. Xo'p, yaxshi. Mana bu yerda yana bir qiziq ma'lumot berganmiz. Yoki bog'lovchisi, qarang, yolg'iz holda ham. Mana, yolg'iz holda ham, takror holda ham qo'llanishi mumkin. Qolgan ayro bog'lovchilarning barchasi takror qo'llanadi va takror qo'llanayotgan bog'lovchidan oldin, mana bu yerga e'tibor bering, oldin vergul qo'yiladi. Bu ham bitta o'sha sintaksis punktuatsiya bo'limiga yaxshi bir masala yechim bo'ladi. Xo'p, inkor bog'lovchisiga o'tib olamiz. Inkor bog'lovchisi yordamida bog'langan qo'shma gaplar. Inkor bog'lovchisi bog'langan qo'shma gap qismlarini bog'lash bilan birga ularda ifodalangan harakat holat yoki belgining inkorini bildiradi. Demak, harakat holatini ham belgini ham ifodalash mumkin. Masalan, ko'kda na bitta yulduz ko'rindi. Ko'rindi kesim. Nima? Yulduz egasi. Bu yerda birinchi bog'lovchi vosita mana bu na. Na undan tushishi mumkin bo'lgan bir qatim nur. Nur gapning egasi. Bu yerda kesim ifodalanmagan, e'tibor berasiz. Kesim yo'q. Ya'ni kesim yo'q. Bu yerda ikkinchi bog'lovchi vosita mana bu na. Ikkinchi na takroriy kelayotgandan oldin vergul qo'yilgan. Ya'ni ko'kda na bitta yulduz ko'rinadi, na undan tushishi mumkin bo'lgan bir qatim nur. Ya'ni ko'kda yulduz ham ko'rinmaydi, nur ham ko'rinmaydi. Hech narsa ko'rinmaydi. O'shaning uchun munosabat bu yerda nima bo'lyapti? Inkor munosabatida yuzaga chiqyapti. Demak, inkor bog'lovchilarida kesim tasdiq shaklda bo'ladi, lekin mazmuniy munosabat baribir inkorda bo'ladi. Shuning uchun bunday bog'langan qo'shma gaplarda kesim, mana e'tibor bering, kesimlar bo'lishli shakldagi fe'llar yoki bor, mavjud kabi so'zlar orqali ifodalansa-da, mazmunan inkor tarzida anglashiladi. Mazmun mana inkor tarzida anglashiladi. Kesim tasdiq inkor bo'lsa, tasdiq bo'lganda ham. Yozuvda takror qo'llanayotgan bog'lovchidan oldin vergul qo'yiladi. Mana e'tibor bering. Oldin vergul qo'yiladi. Xuddi ayro bog'lovchilarga, demak, vergullar masalasida o'xshab ketadi. Xo'p. Yaxshi. Shohida Rajabova, zo'r tushunyapman debdi, rahmat. Elyor Abdurahimov, men Shohruxni bilaman. Rahmat Elyor aka. Kommentariy uchun. Ajoyib. Dema Raimovmi? Xo'p, esse va g'azal tahlil darsi ham bo'ladimi? Albatta, keyingi kunga, ikkinchi kunga qoldirganmiz buni. Xo'p. 37-savolga doim qiynalaman. Mahliyo Safoyeva singari 37-savolga doim qiynaluvchilar. Bu bitta mavzuda emas-da, 37-savol bugun paydo bo'lgan yoki bitta mavzu bilan yechiladigan masala emas. Bu butun darslik davomida to o'sha fonetikadan tortib, leksikologiya, morfologiya, sintaksis bo'limlarining barchasi qo'shilib kelganda yechimga ega bo'ladigan mavzu. Buni 1 soatlik yoki yarim soatlik mavzu emas, xuddi shu singari. Nani qayerdan vergul keladi? Ayro bog'lovchilarning qayerdan vergul keladi? Zidlovning qayerdan keladi? Biriktiruv bog'lovchilarda umuman vergul ishlatilmaydi. Xuddi shunaqa savollarni bilib borsangiz, Mahliyo Safoyeva singari har bitta ustozimiz 37-savol bo'ladimi?
o'sha tinish belgisini qo'yish esse mavzusi bo'ladimi? Xohlagan mavzuda bemalol o'zini so'zini aytib ketaveradi. 37-savol. Zafar Elmurodov. Siz uchun ham qiyin bo'ladimi unda? Nasib bo'lsa qiyin bo'lmaydigan yo'llarni ko'rib o'tamiz. Xo'p, Kamola Saidqulova, ustoz o'quv markazida attestatsiya offlayn kurs ochilganmi? Attestatsiya offlayn kurslarimiz haqida hali ma'lumotimiz aniq emas. Hali bu masalada biz sizga biror narsa deya olmaymiz. Offlayn haqida, onlayn haqida aniq ma'lumot bor. Faqat oxirroqda aytamiz. Xo'p, G'iyos Do'stmurodov. Ajoyib. Kursdoshim, do'stim, hamkasb. Qo'llab-quvvatlash uchun rahmat. Assalomu alaykum. 2018-yilda ilk qaldirg'ochlaring, ilk qaldirg'och 2013-yilda uchib ketgan Sarvinoz Rahmonova. Jonboydan menimcha mana shu Sarvinoz Rahmonova, Mahliyo Rahmonovalar bilan o'qirmidingiz adashmasam. Elmurod, Zafar Elmurodov. Ismingiz Sug'diyonami? Profil Zafar deb chiqdi-da, bilmasam. Fozil Yo'ldosh. Fozil Yoqubov ekan. 0 dan boshlab sertifikatga tayyorlayapsiz. Albatta tayyorlaymiz. Xo'p, tushuntirdingiz, esda qolarli qilib. Hali davom etyapti Mohgul Ochilova. Darsimiz davom etyapti, sekin. Xo'p, nana yuklamasi bo'lsa kesim inkor shaklda bo'ladimi? Nana yuklamasi o'sha kesim inkorda bo'ladi, albatta. Yuklama bo'lgan paytda, bog'lovchi paytda kesim tasdiqda bo'ladi. Mana yozib qo'yibmiz. Bo'lishli shakldagi fe'llar bor, mavjud singari so'zlar bilan. Yaxshi. Rahmat hammaga, faol bo'lib turinglar. Davom etamiz. Bo'lsa esa so'zlarga qaraymiz. Bo'lsa esa so'zlari endi ko'pchilikni chalg'itadi-da, chunki ergashgan qo'shma gapda ham bo'lsa so'zi keladi, bog'langan qo'shma gapda ham bo'lsa so'zi bor, faqat ikkalasining keladigan o'rni farq qiladi. O'sha masalaga qaraymiz, qarang. Buni oxirroqda qoldiramiz. Bo'lsa esa so'zlari. Bu so'zlar bog'langan qo'shma gap bog'lovchi vositasi sifatida o'sha nima deydi, qo'pol qilib aytganda nikohdan o'tgan. Bo'lsa esa so'zlarim bog'langan qo'shma gapning bog'lovchi vositasi, unga biriktirilgan, berkitilgan. Tilimizda uni ishlatdikmi, bog'langan qo'shma gap yuzaga chiqadi. Bo'lsa esa so'zlari bog'langan qo'shma gap qismlarini bog'lash bilan birga ular o'rtasida ikkita munosabatni ifodalaydi. Qarang, e'tibor bering. Birinchisi qiyoslash, ikkinchisi zidlash munosabatini ham yuzaga chiqaradi. Zidlash. Endi yuqorida aytganimday, zidlash bo'lgan paytda qiyoslash ham qaysidir ma'noda bo'ladi. Qiyoslash munosabati bo'lgan paytda zidlash munosabati ham qaysidir ma'noda bo'ladi. Demak, o'sha bir-biri bilan tarozida o'ynaydi, o'sha 51 ga 49 bo'ladi. Qaysi bir 51 bo'lsa, ya'ni yuqoriroq munosabat sizga sezilsa, ohang nuqtai nazaridan, mazmun nuqtai nazaridan o'shani belgilab ketasiz. Qiyoslash yoki zidlash. Ikkalasidan biri. Buni oson usulni o'rgataman, yaqinroq keling, yana ham. Misol, tovus o'zining chiroyli patlarini ehtiyot qiladi. Demak, azizlar bu yerda ehtiyot qiladi kesim. Zo'r chizdim. Kesim. Nima ehtiyot qiladi? Tovus, gapning egasi. Patlarini to'ldiruvchi, chiroyli aniqlovchi, o'zining aniqlovchi bu yerda. Vijdonli odam esa o'zining sharafu shonini saqlaydi. Saqlaydi kesim. Kim saqlaydi? Mana bu odam. Ega. Bu yerda asosiy bog'lovchi vosita mana bu esa. O'zining aniqlovchi sharaf shonini to'ldiruvchi. Endi bu yerda bitta yana bir muhim joyi bor mana. Vergulga ham sekingina qarab qo'yasizlar, qadrli kuzatuvchilar. Vergul, ya'ni o'sha chegara bo'lsa, bog'langan qo'shma gap, ya'ni tovus o'zining chiroyli patlarini ehtiyot qiladi, bitta sodda gap. Va shu yerda vergul keldi, chegara. O'sha verguldan bu tomoniga o'tamiz. Vijdonli odam esa o'zining sharaf sonini saqlaydi. Bu ikkinchi gap. Endi bog'lovchi vosita esa bu ikkinchi qismda kelyapti. Ikkinchi qismda ham qayerda kelyapti? Vijdonli odam so'zidan keyin. Mana bu vijdonli odam degan so'zni biz qiyos bo'lak deb olamiz, qarang. Aylanaga olaylik, buni tushunarliroq bo'lsin. Qiyos bo'lak, vijdonli odam. Qarang. Mantiqan olib qaraylik, ikkita vosita, ikkita so'z bir-biriga zidlanyapti yoki taqqoslanyapti. Ko'ramiz uni. Tovus patini ehtiyot qilyapti. Tovus. Odam esa o'zining vijdonini ehtiyot qilyapti yoki sharafini, shonini ehtiyot qilyapti. Demak, bu yerda tovus bilan odam bir-biriga qiyoslanyaptimi? Munosabati tovus bilan odam bir-biriga antonim so'zmi? Yo'q. Demak, bu yerda ular bir-biriga antonim bo'lmagani uchun nima munosabat bo'ladi? Mana bunaqa qiyoslash munosabati yuzaga chiqqan bo'ladi. Demak, bir-biriga taqqoslangan so'zlar antonim so'zlar bo'lsa, zidlik munosabati, bir-biriga taqqoslangan so'zlar antonim bo'lmasa, qiyoslash munosabati yuzaga chiqadi. Ikkinchi gapni ham qaraymiz. Yaxshilik qilmoqlik ulug' fazilatdir. Fazilatdir kesim.
Xo'p, chizmaylik shuni. Fazilatdir kesim. Nima? Yaxshilik qilmoqlik. Mana bu ega to'lig'icha yaxshilik qilmoqlik. To'lig'icha ega. Mana mayli chizdik. Fazilatdir kesim. Yaxshilik qilmoqlik ega, ulug' aniqlovchi. Uning qadriga yetmaslik bo'lsa illatdir. Illatdir kesim pastda. Nima? Uning qadriga yetmaslik to'lig'icha ega. Bu yerda bog'lovchi vosita mana bo'lsa. Bo'lsa esa so'zlar bog'lovchi vosita bo'lganda na uning oldidan, na uning keyindan hech narsa belgi qo'yilmaydi, tinish belgisi. Bu yerda asosiy nima? Chegara virgul bilan ajratilyapti mana. Yaxshilik qilish va uning qadriga yetish. Bir kishi senga yaxshilik qiladi, ikkinchi kishi uning qadriga yetmaydi. Va undan tashqari qarang, bu gapda birinchi gapda fazilat so'zi bor, ikkinchi gapda illat so'zi bor. Bir-biriga antonim so'zlar ishtirok etyapti. Birinchisida mana yaxshilik qilish, keyin qadriga yetmaslik zidlanyapti-ku. Yaxshilik qilish tasdiqda, qadriga yetmaslik inkorda. Fazilat hamda illat. Demak, o'zaro bir-biriga mazmunan zid bo'lgan munosabatli so'zlar, antonim so'zlar mavjud bo'lsa va o'rtada bo'lsa yoki esa so'zlari bog'lasa, bunday gaplar nima deyiladi? Munosabat nuqtai nazaridan zidlov munosabatli bog'langan qo'shma gap deyiladi. Yana bitta gap aytaman, e'tibor berasiz. Xo'p. Mana bitta gap aytaman shu yerda. Menimcha diqqat bilan eshitsangiz gap qisqaroq bo'ladi. Va kommentariyalarga o'zingiz javobingizni keltirib o'tasiz. Qarang. Jahl dushman, virgul. Aql esa do'st. Xuddi o'sha gapda, mana shu gapda esa so'zi bog'lovchi vosita bo'lyapti. Jahl dushman, virgul. Aql esa do'st. Esa so'zi bog'lovchi vosita. Savol sizga. Bu yerda esa so'zi ishtirok etib, ikkita sodda gapni bir-biriga zidlik munosabatda bog'layaptimi yoki qiyoslash munosabatda bog'layaptimi? Qani kommentariyaga. Jahl dushman, aql esa do'st. Mana shu gapda munosabat. Ozod Turdinazarov profildan bir savol kelibdi. Ustoz, masalan, inson har qancha urinsa ham u yerga yetib bora olmadi. Endi u yerda sa shart mayldan keyin kelyaptimi? Ham bu yerda yuklama bo'ladi. Bog'lovchi emas. Shamsiya Qo'yliyeva, rahmat kommentariy uchun xursandman. Esadan oldin ham keyin ham qo'yilmaydi. Qiyos bo'lakdan oldin virgul qo'yiladi. Qiyos bo'lakdan oldin yaxshi, to'g'ri. Sarvinoz Rahmonova. Ustoz esladingiz, rahmat. Xotirangizga qoyil debsiz. Meni xotiramga emas, sizni insofingizga qoyil, vijdoningizga qoyil. Chunki ba'zi bir shogirdlar bor, ustozni yo'qlamaydi, eslamaydi, hech bo'lmasa mana onlayn eslab turibsiz, xursandman. Qo'llab-quvvatlab turganingizdan mamnunman. Xo'p, qiyoslash, zidlash ikki xil javob kelyapti. Endi javobni eshitasizlar, qaranglar. Aql, kechirasiz, jahl dushman, virgul, aql esa do'st. Esa so'zi bog'layapti bu yerda. Jahl bilan aql bir-biriga ma'nodosh yoki bir-biriga shunchaki begona so'zlarmi yoki antonim so'zlarmi? Jahl, aql antonimi. Dushman va do'st so'zi kelyapti. Mana jahl, dushman, aql, do'st. Jahl, aql, zid. Dushman, do'st, zid. Demak, qaysi munosabat ekanligi aniq ko'rinib turibdi. Bog'langan qo'shma gap qismlarini bo'lsa esa so'zlar bog'lasa va ikkita ikkita qiyosiy bo'laklar bir-biriga zidlik munosabatda bog'langan bo'lsa, zidlash munosabati shunchaki bir-biriga yonma-yon kelgan bo'lsa, ya'ni aloqador so'zlar bo'lmasa, qiyoslash munosabati bo'lib keladi. Yaxshi. Menimcha tushunarli bo'lyapti. Xo'p, keyingi etapga o'tamiz. Hademay bog'langan qo'shma gapimiz yakuniga yetadi. Ba'zi hollarda, qarang, bog'langan qo'shma gaplar orasida kuchli to'xtam. Mana bu narsani deyarli hech kim sizga aytmagan. Ko'pchilik mana shuni o'chirib bersak bo'ladimi? Qizil. Rahmat. Kuchli to'xtam degan joyga qaraymiz. Yaxshi, qarang. Bog'langan qo'shma gaplar orasida kuchli to'xtam bo'lsa, qo'shma gaplar orasiga nuqta qo'yilishi mumkin. Endi kuchli to'xtam bo'lganini qayerdan bilamiz deymiz, Bu punktuatsiyani bir talabi bor. Shu yerda bir narsa aytib o'taman. Bir kishi ustoziga bir she'r yozadi-da, ustoz mana bu she'rimni ko'rib bering deydi. Masalan, e'tibor bering. Bir punktuatsiyaga doir bir narsa aytaman-da. Ya'ni punktuatsiyaning ahamiyatimi? Ustoz mana bu she'r yozyapman. Yuqorida 2 band
she'rimni bir ko'rib bersangiz, ammo lekin tinish belgilarini qo'ymadim deydi. Ustoz aytayapti, javobni qarang. Shogird bu safar tinish belgilarini qo'yib yubor, o'zim she'r yozib qo'yaveraman deydi. Ko'ryapsiz, bu bilan nima demoqchi ustoz? Ustoz tinish belgilarini muhimligini ta'kidlab o'tyapti. Bu yerda she'r yozish yoki matn tuzish, gap tuzish hammani ham qo'ldan keladi, lekin tinish belgini qo'yish hammani ham qo'ldan kelmaydi. Men o'sha onlayn offlayn kurslarimizda mana shu tinish belgilariga nihoyatda qattiq to'xtaymiz. Bugun sizlar bilan ham mana shunga bog'langan qo'shma gapni o'ziga emas, tinish belgisiga ham qarab ketyapsiz. E'tibor beringlar. Nuqta ham qo'yilishi mumkin. Qachon? Kuchli to'xtam bo'lsa. Kuchli to'xtamni qanday bilamiz? Kuchli to'xtamni odatda muallif birinchi va ikkinchi gap orasidagi, ya'ni o'sha imtihon savollarida birinchi va ikkinchi gap orasidagi mana bu bog'lovchini qarang. Bosh harf bilan yozib qo'yadi. Ana shundan bilasiz. Agar shu yerda lekin so'zi kichik harf bilan kelsa, lekindan oldin mana bu yerda kichik harf bilan kelsa agar mana bunaqa virgul, xullas, lekin shunaqaroqda kechirasizlar, biroz silliq doskamiz. Xo'p, qarang. Lekin bog'lovchi vosita katta harf bilan yozib qo'yilgan bo'ladi va ana u nuqtani o'rnida bitta mana bunaqa chiziq turadi, probul chiziq turadi. Shundan o'rniga nima qo'yiladi deydi testda. Katta harf bilan bo'lsa nuqta qo'yasiz. Xuddi shunday lekin kichik harf bilan bo'lsa virgul qo'yib qo'yasiz. Mana oddiy yechim. Lekin buni ko'pchilik bilmadim, bog'langan qo'shma gapda virgul bo'lmaydi, nuqta bo'lmaydi, faqat virgul bo'ladi deb turib o'ylaydi va imtihonda xato qilib chiqish ehtimolingiz nihoyatda baland bo'ladi. Yana bitta juda ham ajoyib farqni tushuntirib o'taman. Menimcha, xo'p, ekranni ko'taring, ko'rinmayapti deb deyishibdi. Menkin Elbek Xoliqov, menikini ham o'qing. Ekran yaxshi. Ekran yaxshi, ha? Xo'p, rahmat qo'llab-quvvatlaganlar uchun. Ekran xira ko'rinyapti. Demak, sizda nima bor? Shohida Rajabova, internetda muammo bor. Faxriddin Karimjonov, nihoyatda faolsiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r, yaxshi. Hammaga yaxshi ko'rinyapti ekan. Ajoyib bitta farqqa keldik, qaranglar. Bo'lsa esa so'zlarida bundan oldingi masalamiz. Bo'lsa so'zi ergashgan qo'shma gapda ham keladi, bog'langan qo'shma gapda ham keladi. Uni farqi, oddiygina farq. Mana. Birinchi gapga qarang. Sizda kitob bo'lsa, har doim g'olibsiz. Sizda kitob bo'lsa bitta sodda gap, har doim g'olibsiz tomon ikkinchi sodda gap. Endi qarang. Kitob bo'lsa so'zdan keyin mana e'tibor bering, sa shart mayli bu va undan keyin qaysi tinish belgi kelyapti, qarang. Virgul kelyapti. Bo'lsa so'zdan keyin virgul kelib tursa, bu ergashgan qo'shma gap hisoblanadi. Ya'ni ergashgan qo'shma gap. Ergashgan qo'shma gap hisoblanadi. EQG, ya'ni ergashgan qo'shma gap. Sadan keyin virgul kelishi kerak, qarang. Ikkinchi qismga qarang. Sizda kitob bor. Menda bo'lsa hech vaqo yo'q. Qarang. Endi bu yerda sizda kitob bor birinchi sodda gap bo'lsa, menda so'zi bu yerda umumiy taqqoslanuvchi so'z hisoblanyapti bu yerda. Taqqoslanuvchi so'z. Bo'lsa so'zi umumiy ikkinchi va birinchi qism bir-biriga bog'laydi. Uning na oldida, na keyinida virgul yo'q. Lekin virgul ikkala sodda gapning o'rtasi mana bu qismda bor. Demak, mana shunday formula yoki mana shunday qolipda, mana shunday shaklda keladigan bo'lsa, u bog'langan qo'shma gap hisoblanadi. Xullas, bog'langan qo'shma gapda. Bo'lsa so'zga qarang. Bo'lsa so'zdan keyin virgul kelsa ergashgan qo'shma gap, bo'lsa so'zdan oldingi so'zdan avval virgul kelib, undan na oldida na keyinida hech qanaqa tinish belgi bo'lmasa, bu bog'langan qo'shma gap hisoblanadi. Demak, bog'langan qo'shma gapni qolipini men bu yerda chizib o'taman. E'tibor berasizlar, oddiygina qilib. Ikkita teng to'rtburchak va mana misol uchun deylik bu yerda qism bo'lsa va mana shu virgul bilan bo'lsa so'zni orasida nima keladi? Qiyos bo'lak keladi. Ergashgan qo'shma gap qolipini mayli chizib o'taylik mana. Biroz. Ergashgan qo'shma gapda bir aylana va bir to'rtburchak shaklda ketyapti. Va mana bu yerda sa shart mayli keladi.
Xuddi shunaqa. Qolipida ham farq qiladi. Demak, sa shartnomidagi virgul kelsa ergashgan qo'shma gap, uning na oldida, na keyinida virgul kelmasa, bog'langan qo'shma gap hisoblanadi. Xo'p, taxminan, qadrli kuzatuvchilar, bog'langan qo'shma gaplar masalasiga yakun mana shu yerda yasalyapti. Yana bir qaytarib eslab o'tamiz. Bog'langan qo'shma gaplarni boshqa turdagi qo'shma gaplardan farqlash uchun eng kerakli mezon yoki vosita bu ularning bog'lovchi vositalari, ya'ni biriktiruv, zidlov, ayiruv, inkor bog'lovchilari va ularning o'rniga keladigan u, yuda yuklamalari. Ulardan tashqari bo'lsa hamda esa so'zlari bog'langan qo'shma gap qismlarini bog'lab keladi. Jami mana shunaqa teng bog'lovchilar, u, yuda yuklamalari, bo'lsa esa so'zlari 3 ta birlik. Mana shularni yuqorida qoliplari har biriga gaplar bilan, misollar bilan berib o'tdik. Demak, bizni qo'llab-quvvatlab kuzatib turganlaringiz uchun ajoyib rahmat.